Xonobod Andijon magistral suv tarmog'ini ikkinchi bosqichini loyihalash ishlari ketyapti. O'rtada masofa katta. Har bir mahallaning nimalari hisobga olinadimi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PK 257 sonli qaroriga asosan Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobiga Xonobod Andijon ikkinchi tarmog'i qurilishlari hozir loyihalari olib borilmoqda. Ushbu loyiha Qo'rg'ontepa, Jalanquduq, Xo'jaobod, Oltinko'l, Asaka hamda Andijon tumanlarini qamrab kesib o'tadi. Hozirda aholining ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlanganlik darajasi 92.8%. Sutkasiga 200 ming kuba suv oladi. Ushbu loyiha amalga oshirilgandan keyin 100 ming kuba suv qo'shiladi. Jamoatchilik fikrini o'tkazishdan asosiy maqsad vazirlar mahkamasining 541 sonli qaroriga asosan har qanday faoliyat yerga mumkin emasligi bo'yicha aholidan fikrni o'rganilyapti. O'sha tarmoq o'tadigan hududlarda asosan o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosi bor yo'qligini tuman inspektorlari bilan birgalikda o'sha xatlov qilinadi. O'sha hududlarda o'rganilib, agar qimmatbaho daraxtlarimiz yoki hayvonot dunyolarimiz bo'lsa, o'sha hududdan muhofaza hudud tashlanib o'tib ketilishi o'rganilyapti. Bundan tashqari atmosferaga tashlanadigan chang, gazlarni oldini olish bo'yicha loyihachi korxonalarga kerakli ko'rsatmalar beryapmiz. Aholining fikrini o'rgandik. Aholi hammasi rozi. Hamma rozi bo'lgan bilan lekin ekologik talablarni qo'yib beramiz. Ertangi kun ish davrida ekologik holatda ta'sir ko'rsatmaslik darajasini ularga tushuntirish olib boramiz.